14 yosh qizcha onasiga aytdiki, bir ko'ylak olib bering dedi. Ona otaga aytayapti. Pul bering, qizga men bir ko'ylak olib berishim kerak. Onasi shoshmay turgan. Qizga ham shu gapni aytgan. Otang pul olsa, oylik olsa, qo'liga pul tushsa keyin olib beradi deb aytgan. Lekin cho'nchagingizda pul bor. Shu gapni ayting. Farzandning istagini sal pasaytiring. 3-4 kundan keyin yana so'raydi. Ayting odamga olib bersin deydi. Yana pasaytiring. Yo, shoshmay turing, hozir imkoni yo'q ekan. Imkon bo'lganda olib beramiz. Bolam qo'limizga pul kelib qolsa olib beramiz. Yana pasaytir. Xohlagan paytda xohlagan narsasini sotib olish kerak degan narsa tushuncha esdan chiqib ketish kerak-da bolam. Ertaga kelin bo'ladimi shu qiz? 4 yildan keyin eriga faloncha narsa olib bering desa, erini imkoni yo'q, sharoiti bo'lmay qolsa, xo'p bo'ladi deydi. Chunki ota shunday qilib tarbiya qildi u qizni. Imkoniyatga, sharoitga qarab turib inson istagini, amalini ro'yobga chiqarish mumkinligini ota shuni o'rgatgan. Men qiyin kunni ko'rganman, bolalarim yaxshi kiyinsin, yaxshi yesin deb turib, nima desa og'zidan chiqqanini olib beraversangiz, ertaga yaxshi bo'lmaydi shu farzandlar.